2 oy oldin mol go'shtidan kotlet tayyorlaganimda soda solganmiz. Nimaga bo'ladi do'mboq deb yozishgandi. Kotletga soda solinishini birinchi marta eshitishim va men umuman solmayman. Tovuqli kotlet uchun piyoz, chesnok, non talqoni, ziravorlar va kashnich kerak bo'ladi. Aynan shalut solishingiz shart emas, oddiy piyoz solsangiz ham bo'laveradi. Kim qanaqa usulda tayyorlaydi bilmayman, lekin men umuman tuxum solmayman. Kotletlarning shakli chiroyli bo'lishi uchun birinchi qo'limizni yog'lab, keyin shakl beramiz. Shu tovani olib hech ham baraka topmadim. Faqat video uchun bo'lsa ham 4-marta pishirishimni o'zida yopish qolib qoldi. Kotletlarni orqalda chiroyli qizarib qovurilguncha tovuq go'shti qovurilgan ikkinchi asabbuzar tovamni tozalab oldim. O'zi rosa nozik, qattiq ishqalab ham bo'lmaydi. Ish qilib baviy kuchli qilib rangi o'chib ketmasmikin deb rosa o'ylanib tavakkalga soldim. Xlorsiz qo'lingizga zarari yo'q, umuman allergiya bermaydi, hattoki chaqaloq kiyimlariga ham to'g'ri keladi. Tovani sifati buzilmadi, osongina tozalandi. Bu orada kartoshka qaynatib, pyure tayyorlashga ulgurdim. Chiroyli qizarib qovurilgan kotletlarni tovadan olib, tovani yuvib tozalab, yana qaytarib joyiga soldim. Ustidan yarim stakan suv va kotlet qovurilgan yog'dan 2 qoshiq soldim. Ustini yopib, past olovda yarim soat dimlaymiz tayyor. Videoni chetgacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib saqlab oling. Tayyorlab ko'rib rahmat aytishga, meni qidirib yurmaslik uchun albatta obuna bo'ling.